AQSh ko'chalari portlamoqda. Trampning siyosatiga qarshi namoyishlar to'qnashuvlarga aylandi. Ammo eng hayratlanarlisi, Tramp sun'iy intellekt orqali javob berdi. Siz bu videoni albatta ko'rishingiz kerak. Kunning eng muhim va dolzarb yangiliklari bilan Shuhrat Abdurahmonov. Assalomu alaykum. AQShdagi noroziliklarga nimalar sabab bo'ldi? Bu noroziliklarga Trampning yangi qarorlari, Xitoy bilan yangi savdo tariflari, immigratsiya siyosati o'zgarishlari va demokratlarni tanqid qiluvchi farmonlar. Shu sababli No Kings shiori ostida namoyishlar boshlandi. AQShda noroziliklar qanday o'tmoqda? New York, Chicago va Los-Anjeles shtatlarida politsiya aralashdi. Ko'zni yoshlantiruvchi gaz va bo'yoqli qurollar ishlatildi. Ayrim joylarda esa kichik to'qnashuvlar va hibslar bo'ldi. Trampning bu namoyishlarga javobi o'zgacha bo'ldi. Tramp ijtimoiy tarmoqlarga sun'iy intellekt yordamida video joyladi. Unda u jangovar samolyotda namoyishchilarga jigarrang suyuqlik sachratmoqda. Video juda ham hayratlanarli va Tramp tarafdorlari tomonidan ramziy g'alaba sifatida qabul qilindi. Videoda shuningdek Tramp toj kiygan holatda tasvirlangan. Tramp tarafdorlari buni ramziy g'alaba deb talqin qilmoqda. Demokratlar esa buni manipulyatsiya sifatida qoralamoqda. AQShning vitse-prezidenti J.D. Vance ham o'zini AI videolarini chiqardi. Unda toj kiygan Tramp oldida demokratlar tiz cho'kib turgani ko'rsatilgan. Bu videolar ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuv keltirdi va AI siyosiy qurolga aylanmoqda degan savollarni tug'dirdi. Tahlilchilar bu hodisani sun'iy intellekt yordamida siyosiy urush deb atamoqda. Sun'iy intellekt endi faqat san'at va video yaratishda emas, balki siyosiy propagandada ham ishlatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab odam videolarni tomosha qildi. Kimdir kuldi, kimdir g'azablandi. Media tahlillari esa bu xabarni haqiqat va yolg'on o'rtasidagi chiziqni yo'qotish sifatida ta'riflamoqda. Shu voqea AI siyosiy vosita sifatida ishlatilishining faqat boshlanishi bo'lishi mumkin. Siyosiy manipulyatsiya, dezinformatsiya va jamiyatdagi qutublanish yanada kuchayish ehtimoli mavjud. Sizningcha siyosatchilar sun'iy intellektdan shunday foydalanishlari to'g'rimi? Bu AI siyosiy urush kelajakda qanday oqibatlarga olib keladi? Siz albatta bu harakatlarga qanday fikrdasiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Continuous kanaliga obuna bo'ling va videorolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning eng muhim va dolzarb yangiliklari bilan Shuhrat Abdurahmonov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.